nariga aytayotganimiz u kerakligini o'sha mahsulot sotib olish uchun shodga tushib qiladi. Bundan mahsulot oladi. Yoshlarga o'qiyotgan bo'lsanglar ta'lim kredit olsalar bo'ladi. Qizlarga 5% foizni davlat qoplab beradi. Ota-onasi siz o'zi kelib uchrasa bo'ladimi? Talabalar o'zi oladi. Faqat o'qiyotgan joydan shartnomasi bo'lsa, o'qishni bitirib, keyin ishlash davomida grafik qo'yib beriladi, ashirga to'lanib ketadi. Ungacha ikkanaqa qizlar uchun 5% ikkanaqa foizdan to'lanadi boshqa. Agar o'g'il bola bo'lsa, o'g'il bolalarga foizi bo'ladi, ular foizni to'lab beradi.